Assalamu alaykum, tordagi barliq roman anglag'uchi do'stlar. Biz Ablimid Xo'ja Abdullah Qaraqash yozgan Zulmatlik tuproq romanini o'qib, oldingi qismda Yavuzbekning urush maydoniga kelgan yeri kep to'xtagan edik. Endi davomini o'qiymiz. Ular cho'nqur eriqqa o'xshaydigan agir-bugri azgallarning ichida birdam mangandan keyin ojiz chiroq nuri yinib turgan cho'ng bir chidirning oldiga kelib to'xtadi. Chidir atrofida 10 necha askar qarovullik qilayotgan bo'lib, yaqin kelib qaramasa ularning midir-sidir qilmay o'ri turgan holatidan ularning na odam, na haykalligini bilgili bo'lmaydi. Yigit qarovullar bilan parollashgandan keyin otni birsiga tutqizib qo'yib, Yavuzbekni chidirga boshlab akirdi. G'uva yo'rg'an chidirning o'ttirsida 5-6 odam g'ujmak bo'lib bir karvatning atrofiga olishib olgan edi. Yo'l boshlab kirgan yigit karvatning atrofidagi doktorga bir nimalarni degandan keyin ular birdam Yavuzbekka o'rilib qarashdi. Ondan asta ikki yonga bo'linib, uningga yo'l berdi. Yavuzbek karvatdagi odamga qaradi. "Ah, Xudo! Karvatda Pashshaxon uning qarab yotadi. Pashshaxonning bosh qismi bilan ko'kragi doki bilan tingilgan bo'lib, yuzila o'chiq qolgan edi. O'ng biligi karvatga tingilgan bo'lib, osma ukul mushu biligidan tushyotadi." U Yavuzbekka qarab illiq kulimsirdi. Angacha Yavuzbekning ko'zidan yoshlar taramlab oqdi. U o'z ko'ziga ishonolmay karvatning yeniga yugurib berib, Pashshaxonning so'l qo'lini ikki qo'llab tutdi. "Pashshaxon, bu senmi do'stim?" "Yavuzbek, oxiri kelding." Pashshaxonning ovozi intayin past bo'lib, eg'izini aran-aran midiriltatdi. "Shundoq, men keldim Pashshaxon, men yiningda." Yavuzbek unsiz yig'lig'inicha uning qo'lining dumbisini engikiga yoqdi. Pashshaxon xuddi yutirib qo'yg'iniga uzun bo'lgan enisini qayta topgandek ko'ziga issiq yosh oldi. "Yavuzbek, meni kechirgin. Bu ishlarni sana bildirgim yo'q edi." Pashshaxon hasiraydi. So'zning har bir bo'g'imi orliqida bir qitim tasda ting'anchilik qiladi. Atrofida qarab turgan ikki sestra qiz uning bu holiga qarab chidab turolmay yig'lab tashildi. Sana deydigan nurg'un gaplarim bor edi. Ahvolim o'zimga ayon. Men ishlarning bundoq bo'lib ketishini xiyolimga keltirmabdiman. Ular bizni aldabdi. Men tig'i o'ttirimizda kelishim bor deb o'ylab qoptiman. Armonda ketadigan bo'ldim, Yavuzbek. "Yo'q, Pashshaxon, biz Alloh oldida nima deyishgan? Qur'on tutgan. Qulumishig'o, bizning va'dimiz bor, Pashshaxon." Yavuzbek, vaqt qistab qoldi. Yiliq kuni o'g'i chiqqanda chayon putimni chiqib oldi. Sen u yerni pichoq bilan tilib, zaharni sho'rivatding. Men sog' qoldim. Lekin sen necha kun hushsiz yotding. Shundan beri mening yinimga seni Alloh evatdi deb o'ylaydim. Endi gapimga quloq sol. O'ylaganlarim to'g'ri ekan. Sen yana kelding. Sen endi qaytqin. Yavuzbek Pashshaxonning buncha taslik tortib ketganiga chidab turolmay, bo'g'ilib yig'lig'inicha uning so'zini bo'ldi. "Yo'q, men qaytolmayman. Qarab tur, Pashshaxon. Ular yo yashaydi, yo men yashayman." "Yavuzbek, gapimga quloq sol. Biz bulolmadik. Tarix bek cho'nkan. Sana desem
Xandallıqımızdan onu biri bolsumu, ularga teng kelelmeydiken. Yigitlerimizning jang maydonida nima yasıganligini bilemsen. Ular tizlik yasidi Yavuzbek. Tizlik. Düşmanlar tanki bilan bastırıp kelgende yigitlerimiz keyniga qarab salmaslik uchun shu tizliklarni silib oldi. Ular tankini ostiga shu biti kirib ketdi. Ularning hech qaysisi keyniga bir g'ayri chekinib qolmadi. Ularning o'lim oldidagi bir-biriga qarashib, kulishib xo'shlashgan qiyofati hozirmi esimdan ketmaydi. Mana bu bizning yigitlarimiz. Poshshaxon bularni aytayotganda, chidir ichidagilarning hammasi ko'z yoshi qildi. Poshshaxon so'zini davomlashtiryotdi. Ağlasam, yurtlardan minglagan qiz yigitlar pidoyi bo'lib kelib o'tibdi. Sen darhol xonga ma'lum qilgin. Avval ularni yondirib etsin. Ish ular o'ylagandek emas. O'zimizni bilib turib o'tqa tashlamayli. Andin xazinadagi bütün altın kumushlarni xalq tarqitib etsin. Ahirda yurt boylariga aytqin. Bisotining quli ilganni ilib yiroqlarga kessin. Qancha yiroq kessa, shuncha yaxshi. Poshshaxon butunlay ustiga tinib, so'zining oxirini deyolmay shuk bo'lib qoldi. Karvat yindiki doktor yigit darhol uning tumurini tutib ko'rib, daqiqa ichida o'ng bilakidagi silinayotgan asma suyuqligining shilankisini yana bir xil dori suyuqligiga kirgizib, mangdiribdi. Poshshaxonning yumilgan ko'zi yana asta ichildi. Yavuzbekning ko'zidan bo'lsa, to'xtamay yosh taramlaydi. Yavuzbek, sen bormi? Dedi Poshshaxon nihoyat tasdiqda past ovozda. Men bor do'stim, dedi Yavuzbek beshini Poshshaxonning beshining yiniga yo'qillashtirib. Xonga yuqorgi gapni avatgan edim. Hozirgacha javob yo'q. U menga ishongan taqdirdimi vazirlar ishonmadi. Vazirlar ishonmadi bo'lg'ay. Mahu shamshirim bilan nagonimni ilib ol. Ularga buni ko'rsatgin. Foydasi bo'lib qolsa ajab emas. Ata-onamga qarab qo'y. Meningmi ketadigan chig'im bo'lay dedi Yavuzbek. Men shahidlarimning yonida turishim kerak. Yigitlarimning ruhi meni chaqiryapti. Sen hozirlamangin. Bo'lmasa kechikib qolamiz. Men bilan koring bo'lmasin. Men hammani o'rinlashtirib qo'ydim. Yo'q, undoq demagan Poshshaxon. Senden yana bir ish o'tinay. Uni sana topshirdim. Uni ilib yiroqlarga ket. Chechigim u. Uni o'zimga mangulik singil qilib olman Poshshaxon. Yavuzbek, menga qasam qilgin. Allohning nomida qasam qilgin. Ma'qul, men qasam qilay do'stim. Uni yolg'iz tashlab qo'ymag'in. Ma'qul jinim do'stim. Uni amringa olg'in. Do'stim bu. Yo'q, qasam qilg'in.
Men bulalmadım Yavuzbek. Maqul Paşaxan. Mağın əmisi dostum. Cinim dostum men. Yavuzbek. Vətən üçün mağın. Paşaxan ən axırqı bir cümle sözünü bar küçü bilen ünlük tovlaşqı tirişdi. Lekin onun avazı ünlük çıqalmadı. Yavuzbek dostunun ko'nglini obdan tushunatdi. O dostunun qo'lini eng oxirgi qitim ching siqdi. Uning Poshshaxonga deydigan nurg'un so'zlari bor edi. Afsus, u do'stining uzunga borolmaydiganligini bilatdi. U ko'nglidagi gaplarining hech qaysini Poshshaxonga aytolmadi. U o'rnidan dast turdi. Ondan Poshshaxonga harbiycha chos berib salom qildi. Mana mushu turikcha harbiycha salomdan Poshshaxon hammani tushundi. U sol qo'lini harakatlantirmoqchi bo'lgandek o'ng qo'liga kuchab baqdi. Sol qo'li qarg'a kelmadi. Poshshaxon doktorga talmirib qargan edi. Doktor bir nimani tushungandek bo'lib, uning behush cheg'ida qo'lini qalaymaqan harakatlantirib qo'yishdan saqlash uchun karvatga tingib qo'yilgan o'ng bilikini yeshivatdi. Poshshaxonning chiroyida kulka jilva qildi. U o'ng qo'lini nihoyatda tasdiqda harakatlantirib, Yavuzbekka harbiycha salom qaytardi. Yavuzbek illiq kulimsirdi. Chidirdagi hammaylan ko'zidagi yoshlarni olqini bilan surtib etib, harbiycha salom bilan Bassangon Poshshaxonga bo'lgan hurmatini bildirdi. Shundoq Yavuzbekni ulug' Alloh rostilla Poshshaxonga avatgan edi. Agar Yavuzbek oldingi saptiki o't yolqinining orasiga kelib, bu turkcha harbiy salomni bermagan bo'lsa, Poshshaxon mangu armonda ketgan bo'ladi. Yavuzbek hiliqi yigit bilan chidirdan chiqib ketmoqchi bo'lganda, eng oxirgi qitim jon jigar do'sti Poshshaxonga o'rilib qaradi. Poshshaxon hili ham illiq kulimsirginicha uningga salom berib turadi. Uning bu yiqimliq harbiycha salimidan uning Yavuzbekka bo'lgan cheksiz do'stligi, ishonchisi va eng oxirgi umidi chiqib turadi. Yavuzbek chidirdan chiqib ketdi. Yavuzbek bilan yo'l boshlovchi yigitning oyoq tivishi yiroqlab ketgandan keyin Poshshaxonning ko'zi tadrijiy yumilishga boshlab, qo'li pastga tushib ketdi. Chidirning ichida yig'azor ko'tarildi. Yavuzbek yo'l boshlovchining hamrohligida Poshshaxonning harbiy qo'mondonlik mashinasida o'ltirib, uchqandek minib ketdi. Chetdan ishlangan bu dala mashinasi maxsus jang maydonlariga moslashtirib ishlangan bo'lib, shu davrlardagi eng ilg'or mashinalardan hisoblanadi. U mayli qumluqda yoki patqoq sozliqda bo'lmasin, ba'ayni yilpizdek yurib ketadi. Ular shu mang'inicha atisi eg'ir al yotquda shaharga kirib keldi. Şəhərinin içi nəhayət cimcit bo'lib, odamlar xuddi uxlab qolsa, hammani unutib ketadigandak chiroqlarni o'chirib, baldurlar yetib olishgan edi. Mashina xon o'rdisining oldida to'xtadi. Yavuzbek mashinadan oldirab tushib, yo'l boshlovchi bilan tez qadam elib, xon qasriga kirib ketdi. Mushu topning o'zida xon turishli qasr bas munozirdan o'tda qizib ketgan bo'lib, butun vazir vuzralarning chiroyi o'ngib kayfi buzilgan edi. Xon taxt ustida beshi tushgan holda bir nimani eg'ir xiyol qilib o'ltiradi. Cho'ng eshik ochilib, Yavuzbek bilan yo'l boshlovchi kirib keldi. Ularning varang churungi xuddi qaynagan qozonga so'g'oq suv qo'ygandek to'xtab, go'yo birsi xush xabar akildigandek beshini ko'tirishib Yavuzbekka talmirib qarashdi. Xon o'zining yuriki ham qaniti bo'lgan Bassangon Poshshaxonni ko'rgandek hayron has qoldi. Xo'shalliqidan o'rnidan turib Yavuzbekka quchoq ochdi. Ular quchoqlashib ko'rishdi.
Xan özünü tutolmay ko'z ishi qildi. Chunki xon Podshohxonning oldingi sapda shahid bo'lganligini Yavuz beklar yetib kelmasda xabar tepib bo'lgan edi. Ammo xon Bossang'unning o'limi sabablik o'rnidagilarning qalaymaqan ish chiqarib qo'ymasligini ko'zda tutib, bu xabarni texi oshkorlamagan edi. Oldingi sapning ahvoli qandoqroq bo'lyapti? deb so'radi xon taqozolik bilan Yavuz bekni o'ltirishga taklif qilg'ach. Xon oliylari, Podshohxonning yigitlari o'zidan necha hassa kuchlik dushmanlar bilan boturlarcha elishyotidi. Gerçi dushmanlar iflos qadamini zaminimizga ololmagan bo'lsa-mu, lekin ahvolimiz yaxshi emas. Podshohxonning deyishicha, dushmanlar texi rasmiy harbiy kuchini ishga solmabdi. Yigitlerimizning qattiq marganligi va o'limdan qo'rqmaydigan boturligi hozircha ularni oldiga siljitmabdi. Ammo bizdan bo'lgan xun chiqimi haddi hisobsiz ekan. Baturlarimiz faqat o'zining qini va tini bilanla tog'dek istikam yasabdi. Ruslarning maqsadi bizni besib olish edi. Ular oxiri o'zini oshkorladi. Podshohxon u nimalarni topildi? dedi xon maqsadli holda boshqalarga buni aniq anglatish uchun. Podshohxon u oldi bilan yurt-yurtlardan fidoyi bo'layotgan qiz o'g'illarimizni darhol yondirib, xonlik g'azinidagi barliq oltin kumushlarni xalqqa tarqitib etishni, yurtbek amaldorlarining bisotining qo'li olganini ilib, yiroqlarga chiqib ketishni topildi. Vazir vuzrolar bu gapni anglab, uvusi buzilgan haridak g'o'ng'ildashqinicha g'ulg'ula qilishib ketdi. Nima gap bu amdi? Xalqni urushqa safarva qilish yo'q, texi aksicha bu ishni qilamdiq. Xonlik taxtni u tajovuzchilarga qo'shqo'llab sunsaq bo'ladi ekanda. Xonlikni xonlik qilgan g'azinimizdagi boyliqku, qarab turib uni buzib chassaq, uning gunohidan qachon chiqimiz? Bu ish bizga xos emas, oxirgacha elishimiz. To'g'ri, elishqinimiz elishqan. Oxirgi tiniqimizgacha kurash qilamiz. G'ulg'ula esyonga aylanay deb qilyotdi. Xon qattiq g'azab bilan "Xapshuk!" deb vaqirdi. So'rin Ahli xonning bunda g'azablanganligini azaldan ko'rib boqmagan edi. Xonmo mushu topda o'zining burunqi yavaş sipoyligini tashlab, haqiqiy g'azab qilichini ko'targanda qiladi. Chunki Bossang'un Podshohxonning o'limi xonga qattiq ta'sir qilgan bo'lib, uni eg'ir uyqudan silkib, boshqacha bir odamga aylantirgan edi. Ko'pchilik xonning g'azabidan qo'rqib, saldek oqquzgan g'ulg'ulisini darhol to'xtatdi. Podshohxon to'g'ri aytibdi, dedi xon o'rnidan dast turib. O'z vaqtida uning gapiga quloq solmadik. Uning so'zi oldimizga keldi. Bo'ladigan ish bo'ldi. Yana hozir uning fikriga hurmat qilmayotimiz. Qani qaysinglar bolalaringlarni oldingi sapga yo'lga saloladinglar? Qaysinglar jangga berib, qon kechib, jang qilib baqdinglar? Ey qarindoshlarim, bizga asqatqini yanala xalq. Xo'sh, o'ylab baqinglar. Qo'shnimiz bo'lgan davlat harbiy kuchda bizdan qanchalik kuchlikdi? Ularning ahvoli qandoq bo'ldi? Yamini kelsa meningga kallam ilinar. Lekin ish buninglik bilan oxirlashamdi. Amaliyotda dushmanlarning maqsadi nima? Ularning maqsadi bizning boylig'imizni bulab talang-taroj qilish. Boyliqlarimizni o'zining ziminiga boshlash. Bular uchun oldi bilan bizning begunoh kishilarimizni, bag to'rlarimizni qirg'in qildi. Ondan tadrijiy qiz ayollarimizni dafsanda qildi. Biz endi bahli kechikdik. Xelili kechikdik. Emdiki mecburiyetimiz nima? Biz endi nima qilishimiz kerak? Emdiki mecburiyetimiz qandoqli bo'lmasin, xalqni qo'g'dab qilish, behuda qon to'kilishning oldini olish.
Xan bu so'zlarni aytayotganda, o'rda akli beshini tuvan silib, ilgari o'zlarining Bossang'unga qilgan muomalasini qayta o'ylanishga boshladi. Davlat mudofaa ishlariga bo'lgan parvosizligidan qattiq pushaymon qilishdi. Shundoq, men boshdan oxiri sizlarga hurmat qildim. Xon g'azab bilan so'zini davom qilyotdi. Xonliqning an'anasini saqlab qilish uchun barcha ishlarni sizlarga maslahat soldim. Fikringlarni angladim. Oxiri nima bo'ldi? O't yalqinjab o'g'zimizga tutashdi. Qaranglar, Yavuzbek bizga nima akapti? Mana qaranglar, Bossang'unimiz Poshshaxonning shamshiri va nagonini akapti. U oldimizda turibdi. Bu nimani tushundirdi? Shuning uchun men o'z nomim bilan yorliq tushirman. Vatan qo'g'dash urushiga atlangan barliq qiz-o'g'il fidoilarimiz oldingi safga berishdan darhol to'xtasin. Tang atqucha xazinadagi barliq oltin kumushlar xalqning o'ziga tarqitilsin. Taqsimot jarayonida harbiylarning oila tavobatlariga beriladigan nafiqa xazindagi boylikning 3dan 2dan oz bo'lib qolmasin. Moliya vaziri siz bu ishga o'zingiz qo'l tiqqaysiz. Tang atqucha butun xalq buningdan xabar topsin. Tashqi ishlar vaziri siz qo'shni eldikilar bilan darhol aloqalashing. Ba'zi odamlarimizni ular tarafga o'tkazib etayli. Kishi beshiga haq olamiz desimi mayli. Amal bar harbiylar tavobatlarini boshda chiqirib etayli. Andan qolsa yurt boylarini chiqirib etayli. Esinglarda bo'lsin, dushman shu darajada qabihki, bir tal tilla uchun 100 odamning beshini kesishdan yonmaydi. Hurmatli azizlarim, hozirdan boshlab har qaysinglar ulug' Allohning oldidagi va xalqimizning oldidagi majburiyatinglarni unutib qolmasliginglarni so'rayman. Navoda aramizdan xon yorliqiga bo'ysunmay ishni kayniga so'rguvchilar chiqib qolsa, xonliqning qonuni bo'yicha qattiq bartaraf qilindi. Bu ishlar o'ngishliq o'rindalgandan keyin chegirdan chiqib ketishni xohlaydiganlar bo'lsa, biz ularni degan yerigacha yetkazib qo'yamiz. Ang'chilik kimdan biri bu xizmatga putli qashang bo'ladi ekan? Bossang'un Poshshaxonning izbosari Yavuzbek uning kallasini ilishga tamoman huquqliq. Bu qitimliq roman o'qishimiz mush yergacha bo'ldi. Xayr xo'sh.